Anka negativ yozgan bitta odamni 3 sutkaga qamadilar. Shu narsani men istoriyaga olib chiqqan edim. Hamma naborot meni yomonlashni boshladi. Siz blogersiz, siz negativlarga chidashingiz kerak, sizni xalq ko'tardi deb menga yozdilar. Birinchi ana shu gaplaringizga javob beraman, keyin u odam menga nima yozganini aytib bermoqchiman. Blogerni xalq ko'taradi deysizlar, lekin qaysi bitta kasb xalqsiz, qaysi bitta kasb odamsiz ko'tariladi? Agar siz doktor bo'lsalaringiz, to 2-3 kasalni davolamasalaringiz agar sizlarni hech kim tanimaydi. Agar siz militsiya bo'lsangiz, 2-3 jinoyatchini tutib bermasangiz, sizni hech kim tanimaydi. Agar siz sotuvchi bo'lsangiz, 2-3 narsa sotmasangiz, sizni biron kishi tanimaydi. Takji biz blogerlarni ham sizlar ko'rmasalaringiz, bizlarni ham hech kim tanimaydi. Hamma kasb xuddi blogerda, odam bilan bog'liq. Bloger degani bu sizlarni negativlaringizga chidashga, sizlarni haqoratlaringizga chidab, rahmat deyishga majbur odam degani emas. Ana bular o'zlaringizni ushlab ko'rasizlar-ku, qanaqa o'g'riydi. Bizlar ham xuddi shunaqa sizlarga o'xshagan oddiy odam bizlar asliga. O'sha menga negativ yozgan odamni men даже hayotga ko'rmaganman, bilmayman kim u, erkakmi asliga, ayolmi u, o'shani ham hattoki bilmayman. Orqangiz aeroport bo'libdi, oldingiz вообще katta bo'libdi, hamma joyimni gapirib chiqibdi. Necha oylab menga u odam negativ yozib kelgan. O'zi kichkina bachcha ekan, 2007-yil bachcha. Holi o'ngilidan bir guruh ochilgani yo'qmi? Nimaga o'ylamaysizlar? Shu blogerlar ham bizga o'xshagan odam bo'lishi mumkin. Ularning ham yuragiga qattiq tegishi mumkin. O'zimni uyimdagi opamga, singlimga, akamga, kimimga bo'lsa ham shu yozayotgan negativlarimni aytib ko'ray qanday qabul qiladi deb. Ular qabul qilmaydi. Biz begonalar qanday qabul qilishimiz kerak? Nima uchun u odamni tarafini olibsizlar? Qachonki men yalang'ochni rasmlar qo'ymagan bo'lsam, +8 videolar qo'ymagan bo'lsam, so'kinib chiqmayotgan bo'lsam, bachalaringizni yoki tarbiyasini buzadigan gaplar bilan chiqmayotgan bo'lsam, shunchaki o'zimni oilaviy kontentimni, o'zimni hayotimni aytib berib, meni ham yuragim achiydi, lekin o'ylab yozgan negativi uchun men uni majbur bo'ldim sudga berishga. Meni undan hech qanaqa qasdim yo'q, birontalaringizdan meni qasdim yo'q, chunki men birontalaringizni tanimayman, ko'rmaganman, bilmayman. Lekin bu degani sizlarni har bitta negativ yozganlaringizga men chidashim kerak degani emas. Sizlar qanday halol mehnat qilib pul topibsizlar, blogerlik ham bizlar uchun kasb. Bizlar ham o'sha orqasidan mehnat qilib pul topamiz. Men juda ham xursand bo'ldim. Toshda blogerlarni himoya qiladigan organlar bor. Toshda blogerlar ana shunaqa gaplar uchun yozib berib, jazoga tortishga va qilib sharoit blogerlarga yaratib berganlarga men naborot xursand bo'ldim. U odamning ota-onasi bor, u odamning aka-ukasi bor. Sizni yuragingiz qattiq ekan, rahmingiz kelmadi. Meni yuragimga hech kimning ishi bo'lmadi-ku. Men shuncha gapni yozdim. U odamga qattiq tegadimi, yo'qmi deb даже o'ylab ko'rmadi-ku o'sha odam.